Hammaga salom. Bugun sizni o'lim holatlariga sabab bo'lgan eng xavfli va ekstremal attraksionlar bilan tanishtiraman. Agar yuqori tezlik va balandlikni yaxshi ko'rsangiz, bu video aynan siz uchun. Ular nafaqat hayajonli, ba'zan hayot uchun xavfli ham bo'lishi mumkin. King Dakar dunyodagi eng baland va tezkor attraksionlardan biri. 139 metr balandlikka va 206 km/soat tezlikda sizni yuqoriga tortib, tezda yerga tushiradi. Bu yuqori tezlik va yuqori balandlik kombinatsiyasi odamlar uchun qo'rquv va xavf tug'diradi. O'lim holatlari ham kuzatilgan. Bu esa uni eng xavfli attraksionlar qatoriga kirgizadi. Tezlikni va balandlikni boshqarish qiyin bo'lganligi sababli ko'p odamlar uchun xavfli. Fujiyama Yaponiyada joylashgan va 79 metr balandlikka erishgan attraksion. Siz 130 km/soat tezlikda sayohat qilasiz. Juda yuqori tezlik va uzoq vaqt davomida kichik burilishlar bu attraksionni juda xavfli qiladi. Yuqori tezlikda xavfli holatlar yuzaga kelgan va ba'zida o'lim holatlari mavjud bo'lgan. Shu sababli agar siz ekstremalga qiziqsangiz, bu attraksionga o'tirib ko'rishingiz mumkin, lekin juda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Steel Dragon 2000 dunyodagi eng uzun, tez va xavfli attraksionlar qatoriga kirgan. 2,5 km uzunlikdagi yo'l bilan siz 153 km/soat tezlikda yuqoriga ko'tarilasiz. Bu ulkan hajmdagi attraksionni nafaqat tezligi, balki uzoq vaqtdan buyon davom etgani sizni xavotirga soladi. Shuningdek, ba'zi holatlarda yurak xurujlari yoki boshqa sog'liq muammolari yuzaga kelgan. Bu esa bu attraksionni ham xavfli qiladi. Top Dragster bu dunyoning eng tez va eng yuqori attraksioni. 193 km/soat tezlikka erishadigan bu attraksion 130 metr balandlikka ko'tarilib, keyin keskin tushadi. Bu tezlik va balandlik juda xavfli, chunki ko'plab odamlar uzoq vaqt davomida juda tez harakatlanuvchi attraksionlarda yurak faoliyatining buzilishlarini sezganlar. Bunga o'xshash holatlar sababli ba'zan o'lim voqealari ham bo'lgan. Dodonpa dunyodagi eng tezkor attraksionlardan biri. 172 km/soat tezlikda boshlanadi. Bu ortiqcha tezlikning ko'plab odamlar uchun noqulay va xavfli ekanligi aniqlangan. Bundan tashqari uzoq vaqt davomida boshqa attraksionlarda bo'lgani kabi ba'zi bir o'lim holatlari yuzaga kelgan. Bu esa uni ekstremal va xavfli holatlarga olib kelgan. Dodonpa ulkan tezlikni yaxshi ko'radigan odamlar uchun mo'ljallangan. Do'stlar, agar sizga video yoqqan bo'lsa, like va podpiskani bosib qo'ying. Bizni juda qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Bugunchalik hammaga xayr, ko'rishguncha.